Koson tumanlik fuqaro o'rtoqlari bilan maishat qilib, ichib rolga o'tirganidan so'ng sud oldida javob berdi. Umuman ichmasdim. Umuman ichmasdiz? Umuman ichmasdim. Ikkita-uchta o'yinlama ichib qoldik. Qayerga o'tirdinglar? Qishloqqa. Choyxonayami? Yo'q, shu oddiy qishloqqa uyga o'tirdik. O'sha yo'l harakati ishtirokchilarini sizni, bizni oila a'zolarimiz, qarindoshimiz bo'lishi mumkin. To'g'ri. Nega buni oqibatini o'ylamayapsiz? Bilmay qoldim-da, uzr kechiring. Hech bunday bo'lmas, hech biron marta shu yoshga kirib ichmaganman umuman. Sud qaror qiladi. Sa'dullayev Furqat Faxriddinovich O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin. Sa'dullayev Furqat Faxriddinovichga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi 1-qismi bilan 3 yil muayyan huquqdan mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 40 barobar miqdori jarima jazosi tayinlansin.